Marokash shahrining aeroportiga keldik. Bu yerdan chiqish, bu yerdan kirish. Ichkarida pul almashtiradigan, sim karta beradigan joylar bor ekan. Tekinga sim karta ham berar ekan. 10 minut vaqti bo'ladi. Va chiqqanda turistik avtobuslar mana shu qizil joyda oddiy avtobus kelar ekan. Oddiy avtobus keladi. Taksilar olaman desa, taksilar bor. Chart taksilar ham bor. Mana oddiy avtobus keldi ham. Yaxshi. Ko'ramiz qanaqa ekan. Shu aeroportdagi avtobus 30 dirham ekan. Tashqarida chiqsa 4 dirham. Bitta chiqyapmiz. Bilib ol. Marokash degan shahar. Marokash degan shahar. Davlatning nomi o'zbek tilida shahar nomi bilan bir xil. Shu mehmonxona. Kattaligi Chus bilan teng menimcha. Katta shahar emas, lekin turist ko'p. Hayronman, nimaga bizimcha turist, bizda yo'q buncha turist. Bitta ham to o'zimiz yurmaguncha to'xtamas ekan baribir. Mol, Menara mol. Chiroyli ekan, shahar qarang. Burger King. Hamma yo'q shunaqa. Eng qimmat gostinitsa ekan, bir kechaga qancha? Agar ertangi qilamansiz 3000-4000 dollar. Bilmayman, bu qasr bo'lgan menimcha. Oldingi mana bu teshiklar bizda ham bor-ku. Yog'och qo'yib Xorazmda ham adashmasam, Buxoroda ham qo'yib qurishganda oldinlari eskicha. Usulda shu eski qasr bo'lsa kerak. Bu yerda Royal Mansur gostinitsasi deb qo'yibdi. O'shalar toza turistik qilib qo'yishgan. İşte kiramiz. Mana yerda oyna qilib qo'yibdi. Devor bor, oyna to'liq. Chalg'itadi. Oraya kirish qismi. Bitta yozib qo'yibdi. Lalla Hasanna Garden. Bog' ekanda, kirishdan oldin bog' bor shekilli. Hamma turistlar kelib olgan. Nimadirlar deb boshini o'qtyapti. Mana yerda yozib qo'yibdi. Katta Marokash kutubxonasi deb, lekin hech kim yo'q. Kutubxonaga o'xshamayapti. Nima olamiz? Sumka olamizmi? Tashlamiz. Hamma yo'q fan-fanda. Afrika nuqtasida. Qozog'istonmi deyishyapti. Shu kiyib olgan odamlar rasmga tushgan pulli ekan. Tangalari, idishlari qo'yib olib, bu suvchi deyiladi, ha. Suvchilar. Yerdan chiqib ketar ekanmiz. Shu ekanda bog'i. Nima ekan debman. Turistik joy. Shu bog'i ham turistik joy qilib qo'yishgan. Birorta masjidga olib kiradi desam, bu yerdan kirar ekan. Maqsad samolyot emas, maqsad yomg'ir. Ko'rinadi yomg'ir. Narsa ko'rinadi ekan. Sharlatib cho'llar o'rtasida. Yaxshi ko'rinadi. Rasta yomg'ir yog'yapti. Biz esa shaurma. Narxi qancha shu ikkilasi? Narxi 30 so'm, 3 dollardan ko'proq. 40 mingda. Kirib sassiq boru.
Look, this is small formation with. Excuse me, Arabic a little bit, no? No Arabic. Sassiq ekan, buni yemagan yaxshi. Kirib bo'lmaydi ichkariga normalni. Sassiq xullas. Shahar hokimligi qayerdan bildik? Hatto vilaya deb qo'yibdi. Vilaya degani hokimiyat degani. Marokash hokimligi bo'lsa, oldidan chetda yaxshi bir bog' bor ekan. Bitta arxitektor, fransuz arxitektori bu yerda yashab bog' qilgan ekan. Tashqi. Shaharda rosa mototsikl ko'p ekan, ayollar ham rosa haydashar ekan. Faqat toza, chiroyli ayollar ham rosa haydashadi. Bitta alohida yo'l qo'yib. Online olish kerak ekan. Yo'q. Online olish kerak ekan. Online bugunga ham yo'q ekan, ertaga ham yo'q ekan. Indinga kechki paytda obeddan keyinga bor ekan. Bet o'zi asli nima deydi? Nima deydi? Bog', gardi. Osmon ko'm-ko'k. Bitta soatini qo'yib qo'yibdi. Internetda olar ekanmiz. U Marokash devori deyilar ekan, hamma yoq o'ralgan qadimiy joy. Ano, Prince nima beryapti? Prince William beryapti. Shahar ko'chani o'rtasida odam yuradigan joy qo'yishdi alohida. U yerda ham bor, o'rtada ham bor, chekkada ham. Misrga o'rgatish kerak ekan. Stadion bor ekan desa. Franscha, asosiy til franscha. Hayron qolasiz, o'zim tilni yomon ko'radimga. Stadion shunaqa ekan. Mal'abul Harisi. Yurib shahar ko'rib yuribmiz. Shahar chiroyli lekin toza. Musurbaklar bor. Hamma yoqda mana yozuvi, mana arabcha sal boshqacharoqda. O'qisa bo'ladi. Mana bitta inoplanetyonlar tili nima deydi? O'zgachaliklar tilida yozilgan. O'zlarining tili, barbar tili yoki amag'izi tili deyiladi. Har yerda uni lisey deb qo'yganda, bu bizning tildagi liseymikin yo mana sanaviya deb qo'ygan arab tilida. Odamni portret. Menimcha shu lisey bo'lsa kerak. Maktab ko'rmadim lekin. Lisey ko'ryapman faqat. Bu bilmadim, men ostanovkam bu. Tuzun qo'yib chiqishdi mata. Mana nima oliviyemi? Zaytun deydi o'zbek tilida. Hamma yoq daraxtlar. Tan berdim. Shari Muhammad Sadis 2-6 ko'chasi bu yerda deyapti. Yara ingliz tilida bu yerda deyapti. Bu yer ham bo'lsa kerak.
Mana shu yerda ani bor ekan, nima deydi? Tren, vokzal deyarmidik. Poyezd vokzali. Chiroyli joy. Vokzal chiroyli. Qushlar. Hatto hamma yoq shu daraxt bor, chiroyli ekan lekin shu daraxt gullar. Qochmaydi. Lekin bitta narsani aytish kerak. Benzin $1.70 shunaqa. Вообще qimmat. $2 1.8 bo'lsa kerak. Menimcha shu asosiy ko'cha bo'lsa kerak. McDonald's bor ekan bu yerda. O, yerda McDonald's bor ekan. McDonald's faqat Misrda bor deyishardi. Vokzalga kirdik o'zimizcha. Vokzal chista, toza, zo'r. Ashdan bilet olib, shunday kirib ketaverar ekansiz. Где-то $30 bilet Casablancaga. McDonald's, KFC'lar $10 ekan. Misrimizda biza $3 shunaqami? Narx boshqacha. Menimcha faqat chet ellar uchun qimmat bo'lsa kerak, aeroportlarda qimmat bo'ladi ular. Tashqi ko'rinishi mana shu yerda Gare de Marrakesh, Muhattatul Marrakesh, Marrakesh stansiyasi.